Endigina yaxshi hayot kechiraman deganda atrofingda ko'tpachalar paydo bo'ladi. Eshak sikkanmisiz aka? Albatta, ota-bobolarimiz eshak sikkan. Eshak sikish, eshak sikish. Mana 2 yil bo'lyapti Samarqand dastavkada ishlatganimga ishonasizlarmi? Faqat Abishning velosipedida ishlayman. Chunki bilmayman, elektrovelosiped olib haydagim kelmaydi. To'g'risini aytsam, chunki oldindan yoshlikdan trenirovka bilan zaryadka qilganman. No, jismonan mana как fizkulturada trenirovka o'rnida boshladi, bilmayman, menga og'irlik tomoni yo'q. Sheriklarim qo'ymaydi. Ol, shuncha pul ishlaysan, nima qilasan, o'zi qiynab tursan, umuman qiynalmayman. Bu mana shunday bizda bir Abishning velosipedida ishlayman. Xudoga shukr, shu Abishning velosipedida 2 yildan beri ishlayman. Kam bo'lmayapti, xudoga shukr qilaman. Velosipedni ularda mana shu Samarqand dastavkani o'zidan beriladi, besplatni. Har hafta yo'q, bir oyda har bir oyda almashtirib ketiladi Samarqandda. Velosipedni har bir oyda almashtirib olib sozlab to'g'rilib ketadi. Shunaqa gaplar bizda. Keyin eng yomon ko'rgan territoriyamiz Krasnogorsk degan territoriya bor. Mana shu o'rmonning ichidan borib kelish kerak. Buni o'rmonning ichidan borib kelish emas gap. Bu yerga faqat bittadan zakaz beriladi. Faqat bittadan zakaz beriladi, yoqmaydi. O'zimizni ichki territoriyada bo'lsa 3-4 tadan zakaz tushadi. O'shani hisobiga hech kim yoqtirmaydi. Krasnogorsk. Yani har xil vaziyatlar bor. Krasnogorsk, Metapanova degan joylar bo'lsa bizda hech kim borgisi kelmaydi, so'kinib qoladi. Mana shu domlarga dastavka qilamiz. Yangi kottejlar, yangi qurilgan domlar. Hozir shu bilan domga borib tashlashim kerak. Mana bu 25-etajga yo'l oldik. Mana aka, hozir 2-etajda. 25-etajga dastavkani yetkazib berishimiz kerak. Liftlari juda tez ishlaydi. 3-4 ta lift bor har bir domda. Juda qiziqarli videorolik. Dastavkada eng yomon narsa, misol bitta domga 2-3 ta zakaz bo'lib qoladi-da. Shundan tepada, misol 25-etajdan bermoqda, 5-etajdan bo'lib qolsa, 10-etajdan bo'lib qolsa, pastdan boshlab beradi-da. Shu narsa umuman yoqmaydi dastavkada. Birdan tepadan beri 25-etajdan bersa, pastga tushib chiqib ketdilar-da. Yo'q, bizda sistema boshqacha, tushunmayman. Mana shu joyi hech yoqmaydi. Hamma ko'raydi, mana shunaqa bo'lsa kerak. Agar mana shu videoni ko'rib turgan bo'lsa, sizlarda qanaqa holat bilan o'shani kommentariyga yozib ketinglar. No, ko'rib turganingizdek, manzara juda chiroyli, parkgacha juda chiroyli. Ham traktorlar yoki dvorniklar tozalab turadi. Bizga qulaylik. Mana shunaqa Abishning velosipedda 2 yildan beri dastavkada ishlayman. Duboy vaqt olsam bo'ladi, o'zim qilaman. Shunaqa chiroyli manzara. Turizmlar faqat mana shu direktdan ko'proq o'chadi Moskvada. Endi meniki kamroq o'chaman. Bir sherigim bor, 4-5 chekadi, to'g'risi. Anaqa direktlar hozir yaxshi qo'yadigan bo'lganmiz. Hozir hamma direktlar ko'tarib ketgan Moskvada. Shunaqa